Qanaqa ekan o'g'lim? Yo'qmi sen? Juda ko'pchilikni boshiga tushib qolgan musibatlarni sinchiklab o'rganib chiqsangiz, aksariyatining sababi yomon ulfatlarga borib taqaladi. Sigaret chekish chiqardan o'rganadi, ko'chadan o'rganadi. So'kinish chiqardan o'rganadi, ko'chadan o'rganadi. Xo'roz urishtirish chiqardan o'rganadi, kompyuter o'ynashdi-chi. Qaranglar-da, farzandingizda qanaqa bir sizga yoqmaydigan salbiy sifat bo'lsa, yaxshilab tekshirsangiz, uni albatta ko'chadan o'rgangan. Aytganmiz, farzandni qalbini, aqlini, bo'sh vaqtini siz foydali narsa bilan to'ldirib qo'ymasangiz, u vaqt bo'sh qolmaydi. U vaqtni albatta egallab qo'yishadi. Uni aqlidagi, qalbidagi bo'sh joyini albatta to'ldirib qo'yishadi. Kimlar? Ulfatlar, ko'chadagilar. Ya'ni siz farzandingizga halol luqma yegizib, yaxshi tarbiya berib, domlalarni majlislarga olib borib qo'ysangiz, ammo ko'chadagi ulfatlarini nazorat qila olmasangiz, aytdik, 60% narsani kimdan o'rganadi? Ko'chadagilardan o'rganadi. Shuning uchun farzandlarimiz kimlar bilan do'st bo'layotganligini yaxshilab tekshirib chiqishligimiz kerak.